boshidan keladigan bo'lsak, X sxemasi, daraxt bo'yi, shakli, payvandagi, orasida texnik yuradimi yo'qmi, hammasini hisobga olinishi kerak. Boshida, ya'ni siz bog' qurayotganingizda mana shu aytilgan hamma masalani boshida hal qilib bo'lishingiz kerak-da. U 5 yil, 4 yil o'tgandan keyin shaklni o'zgartirib bo'lmaydi. Ya'ni birdaniga mana bu yo'lga o'tamiz, birdaniga bu yo'lga o'tamiz deyish qilsa bo'ladi. Ya'ni ba'zi vaziyatlarda majburan bo'lasiz. Lekin u to'g'ri ish emas. Boshidan bir tekis ketish kerak hammasi. Endi faraz qiling, hozir mana bu buta bo'lib o'sib qoldi daraxtingiz. Menga qaychini berib olsak qo'limga, shuni qandoq kesamiz deyapsiz. Men aytgan yo'l bilan hozir mana shu daraxtingiz yarmi kesilib ketishi mumkin. Tushunasizmi? Shu narsani xohlamasangiz, ekayotgan vaqtingiz boyagi savollarning javobi sizda bo'lishi kerak. Shunda kimdir kelsa ham shu yilga kesish to'g'rilanadi. Orqada qolib ketgan 3-4 yillik kesish to'g'rilanmaydi. Misol uchun siz 1 litr qilib o'stirgan bo'lganingizda, biz o'sha 1 litrni ajratib turib, ortiqcha bu yil o'sgan novdalarni olardik bo'ldi. Ammo hozir oxirgi 2-3 yilda o'sgan novdalarni ham kesishga to'g'ri keldi.